Salom Neymar, shoshma, meni eshit va bunga hech qachon afsuslanmaysan. Men kelajakdan 2026 dan keldim. Oz qoldi. Shoshilmasang ulgurmasliging va butun umr afsuslanib o'tishing mumkin. Buni esa olis 2026 dagilar istashmayapti. Hozir uyingga bir maktub keladi. Ichida sen qatnashib yurgan Santos akademiyasidan shartnoma. Ular seni bosh jamoaga taklif qilishadi. Ha, bu to'g'ri qaror. Shartnomani qabul qil. Faqat o'zing, iloji bo'lsa biron agent top. Buyuk alpinist aytgan, ishlayotgan paytim meni tasvirga olmang. Keyin onam ko'rsa boshqa alpinistlik qila olmasligim mumkin deb. Sen cho'qqiga chiqayotgan payting otang shundoq pastingda qarab turardi. Sen yugurib shartnomani otangga olib kirgan payting u seni agentingga aylanadi. Ha, bu xavfli. Buyuk alpinist bo'lmoqchimisan o'zi? Birgina imzo ortidan keladigan pullar otangning ko'zini ko'r qilishi mumkin. 2013-yili hayotingni butunlay o'zgartirgan kun. Barselona skautlari seni izlab kelishadi. Santosga qarab men qaytaman degan, faqat qachonligini aytma. Barselonada seni buyuklar va buyuklik kutadi. Nimalar qilib tashlaysan bilasanmi? Kel, yaxshisi aytmay turaman. Bilishing kerak bo'lgan narsalar boshqa. Chempionlar Ligasida Barselonadagi qisqa lekin qiziq faoliyatingdan so'ng Fransiyadan yana bir maktub keladi. Bu safar jiddiy insonlar va ancha qimmat mashinada. Futbol tarixidagi eng qimmat transferni va dahshatli maoshlarni taklif qilishadi. Shu joyda to'xta. Ortingda Barselona va tarix, oldinda sun'iy klubning sun'iy pullari. Senga qolsa qolarding, bilaman, ammo allaqachon izming qo'lingda emas. Axir aytdim-ku, qoyaga chiqayotganingni ko'rganlar bor. PSG va bu yog'i pastga sho'ng'ish, turli jarohatlar, tanqidlar, bu endi bolaligingdagi futzal maydoni emas, katta maydon. O'yinlari ham shunga yarasha katta. Saudiyadan taklif bo'lganida ham o'sha bashang kiyinib olganlar qo'lida edi taqdiring. Jarohatlar tufayli to'ymay qolasan futbolga. Surpriz deb baqir. Kimga bilasanmi? Santosdagilarga. Yana qaytdim degin, lekin bir shart bilan, 2026-yil mundialda g'olib bo'lish sharti bilan. Ana tashqariga qara, men aytgan shartnomani olib kelishyapti. Endi men boray. Saminjonov vazifasini bajardi. Bu yog'iga qaror seniki.